Universitetimiz kutubxonasiga ketyapman. Birinchi marta. Mana shu joyda ekan. Hozir borib ko'ramiz. Universitetimiz yonida. Asosiy binosining yonginasida. Menimcha bu yerda qanaqa so'raydi? Bunching o'quvchilar ID kartasini so'rar ekan. Hozir. Mana aksentingimni bosib, xullas o'shanaqa qilib kirdim. Menga ikkinchi qavat qiziqroq nimagadir. Birinchi qavatda ham rosa ko'p ekan joylar. Kameram nimagadir bugun xira. Artmayapman ham. Hamma sharoit bor dars qilishga. Lekin odam yo'q. Ham chiqib ko'ray dedim. Tarafda faqat kompyuter bilan qiladigan joy shekilli. To'rtinchi qavatiga chiqdim. Shunaqangi katta. Endi birinchi marta bo'lgani uchun faqat aylanib yuribman hozircha. To'liq o'rganib olib dars qilaman. Bular o'zini sohasiga qarab